Voydo, jigar, endi ham bosib yormasiz. Odam emas ekansiz-ku. Hoziroq mashinani rangidan like'larni bosib qo'ying jigar. Agar siz hali ham uylanishga qiz qidirib yurgan bo'lsangiz, mashinani oling. Qizlarni o'zi sizni qidirib topib olishadi. Jigar, podpiska tashamay ko'rayotgan bo'lsangiz, bunaqa markalarni ola olmaysiz. Rostdan ola olmaysiz. Chunki siz o'tqiz yorasiz. O'shaning uchun hozir podpiska tashab qo'ying, sanda odam bo'laylik. Pismay olib kuzatmaylik. Agar siz arzonga $50,000 ko'rinishi beradigan mashina qidirib yurgan bo'lsangiz ham, aynan shuni bosib yuboring. Agar siz bloger bo'lsangiz, shaxsiy brend yurg'izayotgan bo'lsangiz, mashina bosib yuboring. Bu yoqni video olib qo'yasiz, постоянно rektasiz, e'tibor markazidasiz. Eng chiroyli kuzovlardan, sportkarlardan, lekin narxi namincha jigar. Like bosib qo'ydingizmi? Hamma uylana olmayotgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Avvalisi balki baxtliga ochilib ketar. Buni meni borsangiz bor-ku. Qaynatingiz ham, kuyovim fukusi bor ekan. Demak, qizimga ham yaxshi qaraydi. Fukusi bor odam hech qachon hayotda qoqilib qolmaydi deb qizini sizga berib yuboradi. Lekin buni ko'rinishiga maza qildim. Haligacha buni tashqi ko'rinishi, dizayni oxirgi zamonaviy mashinalarni ko'rinishini berib turadi. 2 kishi maza qilib shaharda oqib yurishga zo'r variant. Lekin 4 kishilik mashina. Xullas bu 2 turbina motorli Audi TT jigar. Voy, 280 ga maksimal tezligi. Aerodinamikasi mashina-yu yomon tez surib qo'yadi. O'shaning uchun eng mashina radar detektor bo'lgan hozirgi kunda. Star Air обязательно qo'ydirib oling. Обязательно inspektor Star Air qo'ydirib olishi shart. Bu o'zi shtraflaringiz vaqti ko'payib ketadi. Bu hammasini ushlaydi, bilasiz-ku. 602 sekund yo'lda yozgacha. Bu degani Malibulardan bemalol o'tib ketaverasiz. Probegi 131 ming, bu ishlab chiqarilgan yili 2008. 2008 dabdalashib ketgan desam, yo'q, jigar, ko'ring, tiniq bo'lib turibdi. Probegi ham bu yil uchun namincha yurgandek gap. Rosta bosib yuboradigan joy bilmadim. Qanday bo'lmasa, bu kimdan og'aylaringizdan qarz qurs qilib ham shuni bosib yuboring. Boshqa maslahat bera olmayman sizga. 25 mingga bosib yuboring. Desam, shoshmay turing. 18,500 ga. Shikolat narx. Srochni maksimum tarqatib tashlang, bilmayman, bor, tarqatib tashlang. Sizni tanishingiz olsangiz shuni yoki siz oling. Hech qanaqa ish yo'q. Shunchaki haydashingiz kerak. Mana shu kapot bilan kriloda kraska tegan joyi bor. Kapot urilgani uchun emas. Endi sportiyniy mashinaga chaqa-chuqa bo'lganiga sefor bergan ekan, lekin taniq bo'lib turibdi jigar. Bosib yuboring, mana shunaqasiga. Rosta turib bersangiz bor-ku. Baxtingiz ochilib ketadi-da.